Uzunluğu 70,5 metr, kengligi 59,6 metr, ağırlığı 322 tonna. Onun 290 adam sığdı. Qaltisga, aka, sayjib chiqdil ekansan go. Mana qarg'ina. Mundaq kanda seni bika maqtab ketibdimi? Biroq shuncha ig'ir narsa havoda qandoq uchidiganda? Tushuntirishni buni yozmabdi. Jira, menda so'rab baqaylamisa, aka? Ma'qul. Kimligini bilemizler? Bilmemiz. Ben bilmem. Akuf Kırayıtlar'ı deyme. Doğru. Degin men Akuf Kırayıtlar'ın mimi. Akuf Kırayıtlar'ın mimi? Sizdeki Akuf Kırayıtlar iki adam mı? He, iki adam. Men her bir adamın kalbideki mim. Elbette Akuf Kırayıtlar'ın mimi bularlayım. Men sizlerge bu Akuf Kırayıtlar'ın ayrıplarını kandak yazıganlığını sözlep vereyim. Havada uçkan Akuf Kırayıtlar. Bu işkeylendin aksının ismi Wilbur. Bu Wilbur'nun özden 4 yaş küçük iğnesi Orville. Akuf'ka işkeylen küçüğüden inak ütetti. Ulanın her işkelisi mekanizmıga amrak idi. Keyin ula bir velosiped remontxonasi açtı. Ula texnikasının yuqurlığından yaxşı bahaga erişti. İşkeylenin ticareti bağansıra runak taptı. Karışalımız. Velosiped remont kıldırsanız bu yak kelin. Hey Wilbur. Men. Orville nega ketdi? Orwell qattiq og'rib, o'rin tutib yetib qoldi. Tex chiqarvatdan tushmadi. Aslida Orville keziki giribdor bo'lib qattiq og'rigan-da. Hey, qandaqroq yetdingiz? Xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Ammo doktor yana 2 oy karvatning tushmay yotsan deydi. 2 oygacha medirmay yetib, zerikib o'ladigan o'xshayman. Bu hergiz doktorning g'ayr ishni qo'lashqig'ini emas. Chunki o chaqlarda kezik kesli saqaymas kasal edi. Orvillening ilmi ta'limi bor ekan. Bugungi gazet kelmadimi? Men chiqib qarab baqsangiz bo'pti ekan. Ma'qul. Mana gazet. Rahmat sizga. Nim bo'ldi? Otto Leylenser o'libdi. Leylenser degan bu kishi qushlarning uchish usulini tadqiq qilgan edi. Shu chaqda u eng ilg'or bir planni yasab, 2400 qatini sinov qilib, 400 inglizchasi orliqqa ushgan. O'z vaqtida bu hayron qolgandek ish edi. Oxirgi qatim ushganda u yangicha uchish usulini qo'llang'achqa uning aeroplani baxtga qarshi mullaq etib ketgan. Biz talantli bir kishidan ayrildik. Dadam bizga apaygan o'yinchoq, esingdimi? Albatta esimda. Haliqay uchadigan o'yinchoq shumi? Bu bino kashf qilgan o'yinchoq bo'lib, Raid uni ikki o'g'liga sovg'a qilgan edi. Yog'och, qog'oz, rezinkadan ishlangan bu o'yinchoq qandoq uchadi? Ayni vaqtda Akuflar buningga qattiq hayron qolgan edi. Aka akila endi men uchirib baqay. Men. Test yasagan dekin texim çoğarak yasak bo'g'di aka. Bek yaxshi bo'ldi. Endi meni sig'digan bo'ldimi? Bek yaxshi bo'ldi. Nim siqida qilib yasayli. Teximi çoğarak yasayli. Teximi jiq adam sig'sin. Rost shundaq yasak bekmi yaxshi bo'ladi. Men burunqidan ikkasi cho'ng qilib yasay deyman. Mening shunda chiqim ketdi. Qaranglar, mana yasab chiqdik. Tezroq uchirib baqayli aka. Ma'qul, uchirib baqayli. Nim bo'ldi? Burunqiga o'xshash yasadim dedim. Burunqiga o'xshash yasagandim. Nim bo'ldi bu? U
çağda aka ufka işkeylen texi kichik boğaşqa, aeroplanni çoğ aytqanda rezingining tepish kuchini oshirish kerakligini texi bilmaydi. Sizlar bilamizlar, ağırlık bir hassa aşırılsa, onu uçuruş üçün kuchni 8 hassa aşırishga to'g'ri keladi. Aka, biz bu bir planları hesaplamamdık. Sen mi işlemse? Ha, işleymen. Bolu demse, to'liqsa qayg'icha, obdaroq o'rgangin, ha? Ani shuningdan tartib, aka ufka ishkeylen aeroplanga doir kitoblarni o'qishga boshladi. Vel bor, meni velosipetimni remont qilamsa, qilmamsa. Ha, kechiring, hozir remont qilib berma. Bunda qilsang bo'lmaydi juma. Men siz menga Leyla Sirning qushlar to'g'risidagi kitobini akab bering. Manima, buning planlari bilan nima aloqasi bor? Albatta aloqasi bor. Men qushlarning uchish usulini tadqiq qilmoqchi. Ha, bu bek yaxshi harakat. Qadimgi zamondalar nurg'un odam qushlardek havoda uchishni orzu qilgan. Aytishlarga qaraganda, xeyli zamonlar ilgari Yunonlik Daytalus ota-bola ikkisi bedeniga qanot taqab ushgan ekan. Bu surat qiziqarliqmi-ka? Eron podshosi burkutga minib osmonda ushmoqchi bo'lgan ekan, ammo bu ishga qaramlik qilg'ili bo'lmaydi-da. Bu Leonardo da Vinci sizgan aeroplanning loyihasi. Bu Hanson degan odamning tasavvuridagi aeroplanning modeli. Qaranglar, uning shakli nima degan qiziqarli. Xuddi bolalar bog'chasidagi bosqichliq serilmaga o'xshaydi. Bu yaponiyalik Aigonshin degan kishi loyihlagan aeroplanning modeli. Undaq bo'lsa, bizning aka ufka raitlarimiz nimalarni qilyapti ekan? Ilgirki tadqiqotlarga qaraganda, havoda uchishdagi eng muhim narsa aeroplan gavdasining havodagi tangponligini saqlash. Buni hal qilish nihoyat qiyin. Meningcha boshqarish usulini qayta mashq qilganda, ondan uning tamponligini saqlag'ili bo'ladi. Buni boshqarish texnikasini obdaroq mashq qilib hal qilib ketishimiz mumkin. Ammo havoda 2000 qaytamdan ortiq uchgan Leyla Sirning bir shamol kuchi bilan yachib ketganini qaraganda, aniqlik masala aeroplanning qurilmasida bo'lishi kerak. Endi qanday qilsak bo'lar? Havodagi tangponligini bemalol saqlash uchun aeroplan qandining bulung'ini qushning qanotidek bemalol o'zgarib turgan qilib yasash kerak. Amisa o'ng-so'l qanotlarini bir-birisiga tutashtirmay ayrim o'rnatsa, seningcha qanday bo'lar? Bilmadim, qanday bo'ldi ekan. Velosipedning rol ajratib o'tilsa, uning tangponligini saqlashmi ta'sir bo'ldi-ku deyman. Ras. Sizlar menga qaranglar. Bu planlar nimishga uchamidi? Mana qaranglar. Bu qog'ozni qo'limizga elib pulab baqayli. Qandaq uchamdika? Men sizlarga sergarlik o'yini ko'rsatayotganim yo'q. Sizlar sinab qilib baqsanglar bo'ladi. Undaqda qog'oz qandaq uchdi? Men qog'ozning ustidan pulaganda, uning usti tarafidagi havo nihoyat tez yutkildi. Osti tarafidagi havo bo'lsa, asta yutkildi. Buning bilan jismni laylatadigan bir laylat kuch hosil bo'ladi. Bundaq kuchni biz o'rlatgich kuch deymiz. Agar u tubsiz taqtay bo'lganda qandaq bo'ladi? Shamol uning yenidan surib o'tganda, taqtayning usti va osti tarafidagi havoning yutkilishi mana bundaq bo'ladi. Agar taqtayni sal qiysaytsak, taqtayning usti tarafidagi shamolning surati tez, osti tarafidagi shamolning surati asta bo'ladi. Bu chaqda bir xil o'rlatgich kuch hosil bo'ladi. Laylakning havoda yuqoriga o'rlashidagi sababmi mana shu. Leyla Sir qo'sh qanot qaqmagan chaqda uning qanotining qiypash holatida turadiganligini bayqagan. Shunga u planlarning qanotini bir oz qiypashroq o'rnatgan. Qanotning bir yuzi qiypash bo'lsa, aeroplan tekshi holatda turgandimi, tez sur'atlik ham osti sur'atlik havo iqimini hosil qilg'ili bo'ladi. Buning bilan o'rlatgich kuchni hosil qilg'ili bo'ladi. Aka ufka raitlar yana qushlar ushqanda badan tangponligini saqlash uchun qanotini doim qiqib turadiganligini bayqagan. Tangponlikni saqlash uchun qanday yaxshi amal topdingiz? Hozircha topamadik. Ikki qanotni tutashtirib etib, ayrim joylarini bemalol o'zgartirgan qilish nihoyat taskin. Ammo ular o'ylamagan yerdan bir yaxshi chora topdi. Velosipetimning baloni teshilib ketdi. Darhol almashtirib bersangiz. Bo'ladi, sal turib turing.
Çağrısını tapdım. Moşunda kısak boğadak. Moşunda kısak boğadak. Hey, Elbor! Balonu oşap vermemsiz! Toxta! Toxta! Orvel! Aka nemiş? Kanat hareketlendirişten çağrısını tapdım. Rasma? Rastlı tapdım. Mana. Bu adetki bir kapkan go. Sen onu kayırıp bak. Mundaq kende kanatımı şundaq hareketlendirsek bulur iken. Doğru. Aka, derhal planı resayle. Yak, aldırma. Avval leylek arqılıq sınaqıp bakaylı. Sen akıllıqımını açmış kıldın. Hey, oğun tarafga. Solga, sol tarafga. Sol tarafga. Sınak naydi tezli muvaffaqiyat kazandı. Aka ufku ikisi ahir planlar yasashga kirishdi. Aka, qandaq material işiltimiz. Kanatını yağaçtan yasap, üstüge rəx çaplayımız. Qalan qısımlarga velosiped saymalarını işiltimiz. Ras, öz saymallarımızı işiltələyimiz. Aka ufku ikisinin pulu yok idi. Ularga birəsi mi yerden bəmidi. Lekin ularning təliyiga velosiped remontxanası bolğaşqa, ular velosiped saymanlardan faydalandı. Şuna köp pul xərcləməylə bir planlarını yasap çıxdı. Mem, bu yer sizge iş yok. Sizge başka bir işini havalı kılaylı. Boludu, qanetağamızsa. Bizge ufçısını qırp bağıdak bir cay tepip birin. Şamal bir tarafil qarab soğuduğun cay bolsun. Şundaqla, nağayt kağıya bolsun. Okey, men havarayı punktidin sorap bakay. Birdem güç görüşeyli. Mundaq cay, o ştatı ətrafıda buluşı mümkün. Yok ki, şunu ben memni yerdemge çakırdım. Men bir yerini tapdım. O yerde daim 10 metre sekund tezlikte şamal çıkıp durdu ki. Taptınız mı? Uyan nerede ki? Kedhogin deyen joydi ki. Atlantik okyanın qirg'idagi ufqimliq serdi bershir deyildi ki. O yerde daim 10 necha metr sekund tezlikte şamal çıkıp durdu ki. Aval kim çıqıdı? Sinan Çiço. Buni men belgilep beray. Mana bile. Orvil, siz kayakni tanlaysiz. Birini. Qani Vilbor, sizchi? Onu ne? Dikkat! Başladık! Onu iken. Bak o, ben çıktım size. Kendi başladık. Orvil, gayret kılın. İşte! Hey! Tüvenlek! Çataq yoxdu aka. Acayip korktum. Bu qilishqa bo'ladi. Tunji qadimliq emasmi? Amaliyotda o yer yuzidan aran 2 metr 40 santi ko'tarilgan edi. Belli. Mana uçtu. İgizirek. Texim igizirek. Endi bo'ldi mu? Bo'ldi aka. Xatar chiqib qolmasin yana. Pastlatgin. Bo'ladi. Hozir. Nayt yaxshi bo'ldi, Orvel. Orvel, bir yerin ağrımaganda. Bir yeriniz ağrımaganda. Ağrımadi aka. Hech qisi yo'q. Bu ularning tunji aeroplanini sinaq qilishi. Keyingi yili ular yeni bir aeroplanni yasab sinaq qildi. Bu chaqda ular aran 118 metr yiroqlikka uchaladi. Havoda turaqligini saqlayolmadi. Shunga aka ufqirayitlar bu sinaqqa qanoatlanmadi. Asta, faqat bo'lmadi. Munda qilsak, aeroplanni ming'ildim havoga chiqaramaymiz. Sizlar yilitin yo'q qo'yib belgil tudinglar. Sizlarning texnik hech qancha sinaq qilganinglar yo'q. Yilinsir 2000 qatimdan
To'g'ri aytdingiz. Biz sınaq ishlatadigan bir shamolurg'ich yasaylik. Sınaqni shu orqali epasaq bo'ladi. Ras, ket xoginga berib yurmaymiz. Bu nayt obdan char ekan. Bo'ladi. Qani shamolurg'ich desaylik. Ma'qul amsa, ishni boshlaylik. Aka ufki ishkisi ilgirki uçquchlarning o'rlatkichi kuchni hisoblashda nurg'un xatolik o'tkazganligini his qilgan bo'lsa-mu, uni to'g'ri hisoblash usulini topolmay bek beyaram bo'lishdi. Bitdimi? Qani boshlaylamsa? Men sizni yana avar qildigan bo'ldik. Elimi yaxshi shamoldurg'ich bo'lg'achqa, qanotning bo'lingi bilan o'rlatkichi kuch o'tirisidagi munosabatni hamda havoning qarshiligini hisoblashdagi xatolik oydinlashdi. Endi bo'g'adak. Planlarning sınaq sur'ati texmi yaxshilanib, aka ufqi rayitlar oxir havoda erkin parvoz qila oladigan bo'ldi. Uchish vaqti, uchish orliqi va aeroplanning gavdasi jihatda misli ko'rilmagan natijaga erishdi. Endi aeroplanning harakatlantiruvchi qismini o'rnatishli qoldi. Agar o'z kuchi bilan harakatlanmasa, uni qandaqmi aeroplan degili bo'lsin? Motor oz deganda 8 ot kuchiga bo'lishi kerak. Eg'irligi 91 kilogramdan oshmaslik kerakdek turdi. Mundaq alaydi motorni kim yasay olaydi ekan? Obdan turdingizmi? Yaxshi turdingizmi? Nima bo'ldingiz, Vilbor? Men bir motor lozim edi. Bilamsiz, motorni nima yasaydi? Vilbor. Motorni o'zimiz yasaqmi bo'ladi-ku? Boshqalarning yasag'isi kelmasa, o'zimizla yasaveraydi. Mashina sozlikdan o'zimizning xabarimiz bor-ku. Bo'ladi. Shunday qilaylik. Mo'sh ishga bir yordam qiling. Ma'qul. Denra, burun ularning do'konida ishlagan. Endi bek yaxshi bo'ldi, Vilbor. Vilbor bilan Denra motor yasab etibdi. Undaqda Orvel nima ish qilyapti ekan? Mana bu peqirg'och. Peqirg'och? Peqirg'ochni motorning kuchi bilan aylantirganda aeroplan ondan uchdi. Mundaqdan bilamizlar. Peqirg'och aylansa, aeroplan nima uchun ucha oladi? Peqirg'och aylangan aman uning oldi tarafidagi havoning uchish sur'ati tezlashib, orqa tarafidagi havoning besimi eshib boradi. Shuning bilan orqadan oldi tarafga ichirish kuchi hosil bo'ladi. Peqirg'och qancha tez aylansa, olg'a so'rash kuchi shuncha oshadi. Orvel yasagan bu peqirg'ochning aylanishi tez, yo'nalishi nihoyat to'g'ri. 1903-yili, ya'ni Yaponiya Rossiya urushi portlashdan 1 yil ilgari dunyoda tunji qatim aeroplanni o'z motori bilan uchirish sinaq qilindi. Sinoqni oldi bilan aksi Vilbor elib bordi. Yaxshi, ushdi. Tunji qatimda 12 sekund uchib 37 metr musofani bosdi. Havoda uchish vaqti pek qisqa bo'lg'achqa, odam sal umidsiznib qoladi ekan. Undaq degili bo'lmaydi. Bu aeroplanning shamolning kuchi bilan emas, balki o'z kuchi bilan tunji qatim uchishi tursa. Aka-uka ishkaylan shu kuni 4 qatim sinaq qilib, 4-qatimda 59 sekund uchib 260 metr musofani bosdi. Davinci uchish loyihasini sezib oradan 400 yil o'tganda aka-uka rayitlar oxir muvaffaqiyatli holda havoda uchishni boshladi. Nurg'un odamning tirishishi orqasida 100 yilga yetmagan vaqt ichida aeroplanning turi ko'paydi. Aeroplanning uchish sur'ati tezladi. Liq yo'lovchilar tushgan aeroplan bugungi kunda dunyoning har qaysi joylariga qarab uçmoqda. Aeroplanga odamning shunday qayvisi keldi. Cho'ng bo'lganda mualla xonim bo'lsam qanday yaxshi bo'ladi. Men bir uçquchi bo'lsam deyman. Biz cho'ng bo'g'icha yana qanday aeroplanlar yasildi dexi? Cho'qim Vidar yasildi. Vidar?
Tik ko'tarilib tik tushadigan aeroplanchi. Onunğa uzun uçuş yolu ketmaydi. Tik chiqib tik tushgachga aeroplanning ovozimi xil pasaydi ekan. Əmmisi tikişər aeroplandək nə il basqın alaydı kəndə? Əmmisi tətil vaxtırıq sayatdım aeroplan otururuz kəndə. Akka. Mən sana azı aeroplanda telefon berib atdım mı? Esingni bo'lsin, qaytqichman so'g'a ag'ishganlar. Unutib qolmajmi? Unutib qolmayman. Xayri xo'sh. Agar shundoq bo'lsa, qanday yaxshi bo'ladi? Ajab yaxshi ekan. Hey, qara, aeroplan. Oy! Aeroplanning uzunluğu 70,5 metr, kengligi 59,6 metr, ağırlığı 322 tonna. Onun 290 adam sığdı. Qaltisga, akka, sayacab chiqdil ekansan go. Mana qarg'ina. Mundaq kanda seni bika maqtab ketibdimi? Biroq shuncha ig'ir narsa havoda qandoq uchidiganda? Tushuntirishni buni yozmabdi. Jira, menda so'rab baqaylamisa, akka? Ma'qul. Ben bilmem. Akufkar ayetlağı deyme. Doğru. Degin men Akufkar ayetlarının mimi. Akufkarlarının mimi? Sizdeki Akufkarlar iki adam mı? İki adam. Men her bir adamın kalbideki mim. Elbette Akufkarlarının mimi bularlayma. Men sizlerge bu Akufkarlarının aeroplanını kandak yazıqanlığını sözlep vereyim. Havada uçkan Akufkarlar. Bu işkeylendin aksının ismi Wilbur. Bu Wilbur'un özden 4 yaş küçük inisi Orville. Akı ufku işkeylen kişigidin inak ütetti. Ulanın her işkelisi mexanizmıga amrak idi. Keyin ula bir velosiped remontxonasi açtı. Ula texnikasının yuqurligidan yaxshi bahaga erishdi. İşkeylenin ticareti bağansiri runak tapdı. Karışalımız. Velosiped remont qildirsangiz bu yoqqa keling. Hey Wilbur. Men. Orville nega ketdi? Orville qattiq og'rib, o'rin tutib yetib qoldi. Tex chiqarvatdan tushmadi. Aslida Orville keziki giribdor bo'lib qattiq og'rigan-da. Hey, qandayroq yetdingiz? Xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Ammo doktor yana 2 oy karvatning tushmay yotdi sen deydi. 2 oygacha medirmay yetib, zerikib o'ladigan o'xshayman. Bu hergiz doktorning g'ayr ishni qo'lashqig'ini emas. Chunki o chaqlarda kezik kesli saqaymas kasal edi. Orvillening ilmi ta'limi bor ekan. Bugungi gazet kelmadimi? Men chiqib qarab baqsangiz bo'pti ekan. Ma'qul. Mana gazet. Rahmat sizga. Nim bo'ldi? Otto Leylenser o'libdi. Otto Leylenser
Lenser degan bu kishi qushlarning uchish usulini tadqiq qilgan edi. Shu chaqda u eng ilg'or bir planni yasab, 2400 qatim sinov qilib, 400 inglizchasi orliqqa ushgan. O'z vaqtida bu hayron qolgandek ish edi. Oxirgi qatim ushganda u yangicha uchish usulini qo'llang'achqa uning aeroplani baxtga qarshi mullaq etib ketgan. Biz talantli bir kishiden ayrıldık. Dadam bizga apaygan o'yinchoq, esingdimi? Albatta esimda, haliqi uchadigan o'yinchoq shumi? Bu bino kashf qilgan o'yinchoq bo'lib, Raid uni ikki o'g'liga sovg'a qilgan edi. Yog'och, qog'oz, rezinkadan ishlangan bu o'yinchoq qandoq uchadi? Ayni vaqtda aka ufqlar buningga qattiq hayron qolgan edi. Aka, akila endi men uchirib boqay. Ma. Test yasagandan keyin texim cho'nroq yassaq bo'g'idi aka. Bek yaxshi bo'ldi. Endi meni sig'digan bo'ldimi? Bek yaxshi bo'ldi. Nemsiqida qilib yasayli. Texim cho'nroq yasayli. Texim jiq odam sig'sin. Rost shundoq yassaq bekmi yaxshi bo'ladi. Men burunqidan ikkasi cho'ng qilib yasay deyman. Mening shunda chiqim ketdi. Qaranglar, mana yasab chiqdik. Tezroq uchirib boqayli aka. Ma'qul, uchirib boqayli. Nima bo'ldi? Burunqiga o'xshash yasadim dedim. Burunqiga o'xshash yasagandim. Nima bo'ldi bu? Bu chaqda aka ufqa ishga aylan texi kichik bo'lg'ashqa, aeroplanni cho'ngaytganda rezingining tepish kuchini oshirish kerakligini texi bilmaydi. Sizlar bilamizlar, eg'irlik bir hassa oshirilsa, uni uchirish uchun kuchni 8 hassa oshirishga to'g'ri keladi. Aka, biz bu bir planni yasapaqmamdoq. Sen mi ishlamsa? Ha, ishlayman. Bo'ldi demsa, to'liqsa qayg'icha. Obdaroq o'rgangin, ha? Ani shuningdan tartib, aka ufqa ishga aylan aeroplanga doir kitoblarni o'qishga boshladi. Bor, meni velosipetimni remont qilamsa, qilmamsa. Ha, kechiring, hozir remont qilib berma. Bunda qilsang bo'lmaydi, juma. Men siz menga Leylenserning qushlar to'g'risidagi kitobini akab bering. Mana buning planlari bilan nima aloqasi bor? Albatta aloqasi bor. Men qushlarning uchish usulini tadqiq qilmoqchi. Bu bek yaxshi harakat. Qadimgi zamonda nurg'un odam qushlardek havoda uchishni orzu qilgan. Aytishlarga qaraganda, xeyli zamonlar ilgari Yunonlik Daytalus ota-bola ikkisi bedeniga qanot taqab ushgan ekan. Bu surat qiziqarliqmi-ka? Eron podshosi burkutga minib osmonda ushmoqchi bo'lgan ekan, ammo bu ishga qaramlik qilg'ili bo'lmaydi-da. Bu Leonardo da Vinci sizgan aeroplanning loyihasi. Bu Hanson degan odamning tasavvuridagi aeroplanning modeli. Qaranglar, uning shakli nima degan qiziqarli. Xuddi bolalar bog'chasidagi bosqichliq serilmaga o'xshaydi. Bu yaponiyalik Aigonshin degan kishi loyihlagan aeroplanning modeli. Undaq bo'lsa, bizning aka ufqa raidlarimiz nimalarni qilyapti ekan? Ilgirki tadqiqotlar qaraganda, havoda uchishdagi eng muhim narsa aeroplan gavdasining havodagi tangponligini saqlash. Buni hal qilish nihoyat qiyin. Meningcha boshqarish usulini qayta mashq qilganda, ondan uning tangponligini saqlag'ili bo'ladi. Buni boshqarish texnikasini obdaroq mashq qilib hal qilib ketishimiz mumkin. Ammo havoda 2000 qatimdan ortiq uchgan Leylenserning bir shamol kuchi bilan yag'ishib ketganini qaraganda, aloqaliq masala aeroplanning qurilmasida bo'lishi kerak. Endi qanday qilsak bo'lar? Havodagi tangponligini bemalol saqlash uchun aeroplan qandining bulung'ini qushning qanotidek bemalol o'zgarib turgan qilib yasash kerak. Amisa o'ng-so'l qanotlarini bir-birisiga tutashtirmay ayrim o'rnatsa, seningcha qanday bo'lar? Bilmadim, qanday bo'ldi ekan. Velosipedning rol ajratib o'tilsa, uning tangponligini saqlashmi ta'sir bo'ldi-ku deyman. Ras. Sizlar menga qaranglar. Bu planlar nimishga uchamidi? Mana qaranglar.
Bu qog'ozni qo'limizga elib pulab baqayli. Qandaq uchamdika? Men sizlarga sergarlik o'yini ko'rsatayotganim yo'q. Sizlar sinaq qilib baqsanglar bo'ladi. Undaqda qog'oz qandaq ushdi? Men qog'ozning ustidan pulaganda, uning usti tarafidagi havo nihoyat tez yutkildi. Osti tarafidagi havo bo'lsa, asta yutkildi. Buning bilan jismni laylatadigan bir laylat kuch hosil bo'ladi. Bundaq kuchni biz o'rlatgich kuch deymiz. Agar u tubsiz taqtay bo'lganda qandaq bo'ladi? Shamol uning yenidan surib o'tganda, taqtayning usti va osti tarafidagi havoning yutkilishi mana bundaq bo'ladi. Agar taqtayni sal qiysaytsak, taqtayning usti tarafidagi shamolning surati tez, osti tarafidagi shamolning surati asta bo'ladi. Bu chaqdimi bir xil o'rlatgich kuch hosil bo'ladi. Laylakning havoda yuqoriga o'rlashidagi sababmi mana shu. Lilinsir qo'sh qanot qaqmagan chaqda uning qanotining qiypash holatida turadiganligini bayqagan. Shunga u planlarning qanotini bir oz qiypashroq o'rnatgan. Qanotning bir yuzi qiypash bo'lsa, aeroplan takshi holatda turgandimi, tez sur'atlik ham osti sur'atlik havo iqimini hosil qilg'ili bo'ladi. Buning bilan o'rlatgich kuchni hosil qilg'ili bo'ladi. Aka-ukuraytlar yana qushlar ushqanda badan tangpunligini saqlash uchun qanotini doim qiqib turadiganligini bayqagan. Tangpunlikni saqlash uchun qanday yaxshi amal topdingiz? Hozircha topamadik. Ikki qanotni tutashtirib etib, ayrim joylarini bemalol o'zgartirgan qilish nihoyat taskin. Ammo ular o'ylamagan yerdan bir yaxshi chora topdi. Velosipedimden balonu teşlip gitti. Derhal almashtırıp versiniz. Bo'ladi, sal turib turing. Çağrısını tapdım. Moşunda qısaq boğadak. Moşunda qısaq boğadak. Hey Velbor! Balonu oşap vermemsiz. Toxtaq! Toxtaq! Orvel! Aka nemiş? Qanat hareketlendirishning çağrısını tapdım. Rasma? Rastlı tapdım. Mana. Bu odatga bir qopgan qo. Sen onu qayirib baq. Mundaq ekanda qanotni shunday harakatlantirsak bo'ladi ekan. To'g'ri. Aka, darhol planni resayli. Yo'q, oldirma. Avval laylak orqali sinaq qilib baqayli. Sen aqlliqimni asmish qilding. O'ngga, o'ng tarafga. Solga, sol tarafga. Sol tarafga. Sinaq nihoyat tezli muvaffaqiyat qozondi. Aka-uka ikkisi oxir planlar yasashga kirishdi. Aka, qandaq material ishlatimiz? Qanotni yog'ochdan yasab, ustiga raq chaplaymiz. Qolgan qismlarga velosiped saymanlarini ishlatamiz. Ras, o'z saymanlarimizni ishlata olamiz. Aka-uka ikkisining puli yo'q edi. Ularga birasi yordam bermadi. Lekin ularning ta'ligiga velosiped remontxonasi bo'lg'achqa, ular velosiped saymanlaridan foydalandi. Shunga ko'p pul xarjlamaylar bir planlarni yasab chiqdi. Men bu yerda sizga ish yo'q. Sizga boshqa bir ishni havola qilaylik. Bo'ladi, qani tangimizsa. Bizga uftisini qilib baqadak bir joy tepib bering. Shamol bir tarafga qarab so'qadigan joy bo'lsin. Shundaqla, nihoyat kengaya bo'lsin. Okey. Men havaray punktidan so'rab baqay. Birdamgich ko'rishaylik. Mundaq joy Ohio shtati atrofida bo'lishi mumkin. Yo'q-ka. Shunga men memni yordamga chaqirdim. Men bir yerni topdim. U yerda doim 10 metr sekund tezlikda shamol chiqib turdi ekan. Topdingizmi? U yer nerede ekan? Kedxogen degan joyda ekan. Atlantik okeanining qirg'idagi ufqimliq serdi bershir deyildi ekan. U yerda doim 10 metr sekund tezlikda shamol chiqib turdi ekan. Avval kim chiqdi? Sening chichu. Buni men belgilab beray. Mana bila. Orvil, siz qayoqni tanlaysiz? Birini. Qani Vilbor, sizchi? O'ngini. Diqqat. Başladik. O'ng ekan. Ma'qul, men chiqdim hamsa.
başladık. Orville, gayret qiling. Hey! Tüvellet! Ha? Çatak yoktu aka. Acayip korktum. Bu qilishga bo'ladi. Tunji qadimliq emasmi? Amaliyotda u yer yuzidan aran 2 metr 40 santi ko'tarilgan edi. Ha, belli. Bana uçtu. İgizirek. İgizirek. Texim igizirek. Endi bo'ldi mu? Ha, boldu aka. Xatar chiqib qolmasin yana. Paslatgin. Buludu. Hazır. Nayt yaxshi bo'ldi, Orville. Ha? Orville, bir yering og'rimagandi. Bir yeringiz og'rimagandi. Ağırmadı aka. Hiç kısı yok. Bu ularning tunji aeroplanini sinab qilishi. Keyingi yili ular yana bir aeroplanni yasab sinab qildi. Bu chaqda ular aran 118 metr yiroqlikka ucha oldi. Havoda turaqligini saqlayolmadi. Shunga aka ufqirayitlar bu sinabga qanoatlanmadi. Asta, faqat bo'lmadi. Hey, munda qilsak, aeroplanni ming'ildim havoga chiqaramaymiz. Sizlar yilitin qo'ypagil to'dinglargu. Sizlarning texi hech qancha sinab qilganinglar yo'q. Yilinsir 2000 qatimdan ortiq sinab qilgan. Yilir seninkiga qaraganda sizlarni ko'p sinab qildi degili bo'lmaydi. Bo'shanglar, naqiblar, bo'shanglar, naqiblar. To'g'ri aytdingiz. Biz sınaq ishlatadigan bir shamolurg'ich yasaylik. Sınaqni shu orqali epasak bo'ladi. Ras, ket xoginga berib жүрмейmiz. Bu nayti obdan çar ekan. Bo'ladi. Qani shamolurg'ich desaylik. Ma'qul amsa, ishni boshlaylik. Ha. Aka ufki ishkisi ilgirki uçquchlarning o'rlatkichi kuchni hisoblashda nurg'un xatolik o'tkazganligini his qilgan bo'lsa-mu, uni to'g'ri hisoblash usulini topolmay bek beyaram bo'lishdi. Bitdimi? Qani boshlaylamsa? Men sizni yana avar qildigan bo'ldik. Elimi yaxshi shamoldirg'ish bo'lg'achqa, qanotning bo'lingi bilan o'rlatkichi kuch o'tirisidagi munosabatni hamda havoning qarshiligini hisoblashdagi xatolik oydinlashdi. Ha, endi bo'g'adak. Üçüncü planlarning sınaq sur'ati texmi yaxshilanib, aka ufqirayitlar oxir havoda erkin parvoz qila oladigan bo'ldi. Uchish vaqti, uchish orliqi va aeroplanning gavdasi jihatda misli ko'rilmagan natijaga erishdi. Endi aeroplanning harakatlantiruvchi qismini o'rnatishli qoldi. Agar o'z kuchi bilan harakatlanmasa, uni qandaqmi aeroplan degili bo'lsin? Motor oz deganda 8 ot kuchiga bo'lishi kerak. Ağırlığı 91 kilogramdan aşmaslık gerektek turdu. Mundaq alaydı motorni kim yasay olaydi ekan? Ha? Obdan turdingizmi? Yaxshi turdingizmi? Nem bo'ldingiz, Velbor? Men bir motor lozim edi. Bilamsiz, motorni nima yasaydi? Velbor. Motorni o'zimiz yasaqmi bo'ladi-ku? Boshqalarning yasag'isi kelmasa, o'zimizla yasaveraydi. Mashina sozliqdan o'zimizning xabarimiz bor-ku. Bo'ladi, shunday qilaylik. Mo'sh ishga bir yordam qiling. Ma'qul. Denra, burun ularning do'konida ishlagan. Endi bek yaxshi bo'ldi, Velbor. Aha. Velbor bilan Denra motor yasab etibdi. Undaqda Orville nima ish qilyapti ekan? Bana bu pekirg'och. Pekirg'och? Pekirg'ochni motorning kuchi bilan aylantirganda aeroplan ondan uchdi. Mundaqdan. Bilamizlar,
Piyqirg'ish aylansa, aeroplan nima uchun uchalaydi? Piyqirg'ish aylangan aman uning oldi tarafidagi havoning uchish sur'ati tezlashib, orqa tarafidagi havoning besimi eshib boradi. Shuning bilan orqadan oldi tarafga ichirish kuchi hosil bo'ladi. Piyqirg'ish qancha tez aylansa, olg'a so'rash kuchi shuncha oshadi. Orwell yasagan bu piyqirg'ishning aylanishi tez, yo'nalishi nihoyat to'g'ri. 1903-yili, ya'ni Yaponiya Rossiya urushi portlashidan 1 yil ilgari dunyoda tunji qatim aeroplanni o'z motori bilan uchirish sinaq qilindi. Sinoqni oldi bilan Aksi Wilbur elib bordi. Yaxshi, ushdi. Tunji qatimda 12 sekund uchib 37 metr masofani bosdi. Havoda uchish vaqti pek qisqa bo'lg'achqa, odam sal umidsizlanib qoladi ekan. Undaq degili bo'lmaydi. Bu aeroplanning shamolning kuchi bilan emas, balki o'z kuchi bilan tunji qatim uchishi tursa. Akufka ishkaylan shu kuni 4 qatim sinaq qilib, 4-qatimda 59 sekund uchib 260 metr masofani bosdi. Da Vinci uchish loyihasini sezib oradan 400 yil o'tganda Akufka raidlar oxir muvaffaqiyatli holda havoda uchishni boshladi. Nurg'un odamning tirishishi orqasida 100 yilga yetmagan vaqt ichida aeroplanning turi ko'paydi. Aeroplanning uchish sur'ati tezladi. Liq yo'lovchilar tushgan aeroplan bugungi kunda dunyoning har qaysi joylariga qarab uçmoqda. Aeroplanga odamning shunday qayvisi keldi. Cho'ng bo'lganda mualla xonim bo'lsam qanday yaxshi bo'ladi. Men bir uçquchi bo'lsam deyman. Biz cho'ng bo'lguncha yana qanday aeroplanlar yasildi dehi. Cho'qim vidar yasildi. Vidar? Tik ko'tarilib tik tushadigan aeroplanchi. Onunga uzun uchish yo'li ketmaydi. Tik chiqib tik tushgachga aeroplanning ovozi xilifasi ekan. Ammasi tik tushar aeroplandek nayil bosqin olaydi ekanda? Ammasi ta'til vaqtilik sayohatda aeroplan o'tirmiz ekanda? Aka. Men sana hozir aeroplanda telefon beryaptimi? Esingni bo'lsin, qaytqichman so'g'a g'ishkala. Unutib qolmajmi? Unutib qolmayman. Xayr xo'sh. Agar shunday bo'lsa, qanday yaxshi bo'ladi? Ajab yaxshi-ki. Hey, qara, aeroplan.